Assalomu alaykum. Moskvada musofirchilikda ishlab yurgan aka-uka opa-singillar, Moskvadan Primoy reyslari bilan Toshkentga, O'zbekistonga reyslarimiz amalga oshirilyapti. Moskva-Toshkent avtobuslari do'stlar. Avtovokzaldan Primoy reyslar bo'ladi, davlat tomonidan qo'yilgan reyslar. Po biletu, po местам ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Ekranga ishonchli raqamlarni qo'yamiz. Bitta rossiyskiy, bitta O'zbekiston nomerlari bo'ladi do'stlar. Biletlar asosida amalga oshiriladigan reyslarimizda kim ketmoqchi bo'lsa, telefon qilaverasizlar do'stlar. Do'stlar, mana aka-ukalar yuklarini joylayapti. Bu reyslarda qulay tomonliklari 60-70 kilogacha yuklarni kompaktni ixcham qilib olib kelasizlar. Yuklarga mutlaqo pul olinmaydi do'stlar. Bez dokument ketmoqchi bo'lgan insonlar, yurgan, registratsiyasi kuygan yoki bo'lmasa reyestrga tushgan, patent kuygan insonlar ham telefon qilsanglar bo'ladi. Yo'lkiradan tashqari 3-4 so'm rasxoti bo'ladi. Bilet pulidan tashqari ketsanglar bo'ladi. Yordam qilib olib ketamiz yo'llarda ham, bez problem ketsanglar bo'laveradi. Nomerlarni yozib qo'yamiz, tanlovda adashib qolmanglar. Moskva-Toshkent avtobus xizmatlari. Bitta like bosib, podpiska bosib, kimda qanaqa savollar bo'lsa, savollarni kommentariyaga yoza olasizlar. Yoki bo'lmasa, ekrandagi nomerlarda WhatsApp, Telegram, Max hammasi ishlaydi. Yozsanglar batafsil tushuntirib o'tamiz do'stlar.